Assalamu alaykum, hörmətli televizor көрgüçiler. Dünya Uyghur Qurultayı Tor televiziyasının həftəlik xəbərlər proqramısına xoş gəldinglar. Mən İftixar Abdurşid. Aziz görünmənlər, tövəndə diqqətinizlər ötən həftədən beri Uyğurlar münasibətlik bolğan bəzi mühim hadisələr haqqında qısqaça toxtalıb ötümüz. Qani diqqətinizlər həftəlik xəbərlər proqramımızın təfsilatı bolsun. Bugün, yəni 17 avqust bolsa, bütün Şərq Türkistan xalq üçün zor tarixi əhəmiyyətə ega unutulmaz bir gün boldu. Dünya Uyghur Qurultayı bilan Uyghur Kişilik Hüquq Quruluşunun Şərq Türkistan xalqiga qarta irqi qirg'inchilik va insonlikqa qarshi jinoyat yurgizayotgan Xitoy hokimiyati va bu xil qirg'inchilikqa bevosita qo'mondonlik qilayotgan Shi Jinping boshchiligidagi Xitoy amaldorlari ustidan tayyorlab chiqqan arznamasi 17 avgust kuni Dünya Uyghur Qurultayining raisi Dolqin Aysa, Qurultay ijroiya komitetining raisi va Uyghur Kişilik Hüquq Quruluşunun direktori Ömer Qanat, Qurultayning Angliyadagi advokati Michael Polak va Qurultayning Argentinadagi advokatlari Gabriel Cavallo ve Juan Neto'lardan terkip tapkan arzdorlar heyeti tarafidan Buenos Aires'teki 12 kişiden terkip tapkan Argentina Federal Sotçular heyetiga topshirildi. 15 avgust Argentina'nın paytaxtı Buenos Aires'ga yetib kelgan Dolqin Aysa ve Ömer Qanat başçılıqidagi arzdorlar heyeti 16 avgust günü Argentina Tashqi ishlar ministerligini ziyorat qilib, Argentina'nın Asiya işlariga mas'ul muavin tashqi ishlar ministri ve başqa münasibetlik amaldorlar bilan ko'rishib, ularga mustabid Xitoy hokimiyatining Sharq Turkistonda Uyg'urlarni asos qilgan yerli xalqlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi va insoniyatga qarshi jinoyatlari haqida tafsiliy ma'lumot bergan. Shundaqli shu kuni ular yana Buenos Aires shahrida siyosiy arboblar, kishilik huquq tashkilotlari va ommaviy tashkilotlarning mas'ullari, shundaqli har qaysi diniy guruhlarning vakillari bilan keng doirada uchrashish ilib berib, ularga Sharq Turkiston va Uyg'ur növbətdəki vəziyyət haqqında məlumat bərgən idi. Növbətdə Xitay bilan Argentina'nın münasibətləri intayın qoyuq bulub, Dünya Uyghur Qurultayı bilan Uyghur Kişilik Hüquq Quruluşunun Xitay hakimiyeti və Xitay əməldarları üstüdən Argentina sotiga arznoma sunishi Argentina'nın hər qaysı sahələrini heyran qaldırdı. Xalqaralıq kişilik hüquq təşkilatları bolsa, ularning bu xil jasoratiga apirin o'qishdi. Dolqin Aysa, Ömer Qanat ve Qurultayning advokatlarından Michael Polak, Gabriel Cavallo ve Juan Neto'lardan teşkil tapkan arzdorlar heyeti bugün Xitoy hökuməti ve amaldorlar ustidan Argentina sotiga arznoma sunganlik munosabati bilan Buenos Aires'da maxsus axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazib, har qaysi matbuotlarga Argentina Federal Sotçular heyetiga topshirilgan arznomaning mazmuni, shundaqli Uyg'urlar navbatda duchor bo'layotgan ichinishli tragediyalar haqida tafsiliy ma'lumot berdi. Arznoma Londonda qurilgan Uyg'ur Sot kollegiyasining hukmnomasi, BDT'ning Uyg'urlarga munosabatlik dokladlari, xalqarалық mustaqil tədqiqat organları və betaraf tədqiqatçılarının Uyg'urlar haqida e'lon qilgan dokladlari, shundaqla yaqinda oshkorlangan Xinjiang saqchi hujjatlar asosida tayyorlangan bo'lib, arznamada yana ko'plagan shohidlarning, bo'libmi lager shohidlarining guvohliklari tafsiliy o'rin olgan. Arznamaning sunilishi bilan Uyg'urlar masalasi ancha to'nilib ketmagan Argentinada Uyg'urlar masalasi biroqli Argentina matbuotlarining qiziq temasiga aylandi. Dünya Uyghur Qurultayining raisi Dolqin Aysa apandim axborot e'lon qilish yig'inida mundaq deb ko'rsatdi. Argentina sotiga sungan arznamamiz Uyg'ur xalqining uzundan buyon davomlashgan adolat va mas'uliyatni surishtirishdagi hal qilg'uch qadami bo'lib hisoblanadi. Ko'p yillardan buyon Uyg'urlar Xitoyning irqiy qirg'inchiligiga qarta qaror va hukm chiqarilish uchun xalqaro qonun va adliya mexanizmiga tayinib keldi va bu yo'lda izlandi. Argentina sotiga sungan shikoyatimiz Uyg'urlarning rasmiy bir davlat ichi sot mahkamasida ovozini anglatishdagi tarixiy fursat bo'lib qolg'usi. Dünya Uyghur Qurultayı ijroiya komitetining raisi va Uyg'ur Kişilik Hüquq Quruluşunun direktori Ömer Qanat apandim axborot e'lon qilish yig'inida qilgan so'zida bizning Argentina sotiga sungan arznamamiz shuni ro'shan ko'rsatib berdiki, insoniyatga qarshi jinoyat ishlagan zo'ravon hokimiyatlar jinoiy javobgarlikdan aslo qochib qutula olmaydi. Agar xalqaro jinoiy ishlar soti va shuning o'xshagan xalqarалық sotlar Xitoy ustidan tekshirish ilib borolmagan yoki tekshirish ilib berishni xohlamagan taqdirda, Argentina sotiga o'xshash davlat sotlari Xitoy ustidan tekshirish ilib berib Xitoyni jinoiy javobgarlikka tortishi lozim deb ko'rsatdi. Dünya Uyghur Qurultayı bilan Uyg'ur Kişilik Hüquq Quruluşunun arznamasini tayyorlashga mas'ul bo'lgan Angliyalik dongliq advokat Michael Polak apandi axborot e'lon qilish yig'inida qilgan so'zida mundaq deb ko'rsatdi. Bugün Uyg'urlar uchun tarixiy ahamiyatga ega bir kun. Ular Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan jinoiy qilmishlari uchun adolat izlab bu yerga keldi. Bundan 70 necha yil burun endi asla takrorlanmaydi deyilgan irqiy qirg'inchilik bugungi kunga kelganda Sharq Turkistonda qayta takrorlanyapti.
Xitoy bugun Uyg'urlarga qarshi irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat ilib berish orqali Uyg'urlarning mo'l madaniyatini va Uyg'ur kimligini tubdan yo'qotishga urinayotdi. Biz xalqaro jamoatchilikni Argentina sotiga topshirgan arznamamizni qo'llashga va Uyg'ur kimligini qo'g'dab qilish uchun siyosiy jihatdan texmo aktiv harakatga o'tishga chaqiramiz. Michael Polak әпәнді сөзді яны Xitoy bilan Rossiyaning BDT'dagi doimiy a'zolik salohiyatidan va veto qilish huquqidan foydalanib xalqaro sotlarni palash olg'a tushirib qo'yganligini. Bu sebepten xalqaro jinoiy ishlar sotining Uyg'ur irqiy qirg'inchilik haqida tekshirish ilib berishni izchil turda rad qilib kelganligini. Shuning uchun Uyg'urlarning bugünkidek davlat sotlariga ariz sunish zaruriyatini his qilganligini alohida ta'kidlab o'tdi. Undaqda Dünya Uyghur Qurultayı bilan Uyghur Kishilik huquq qurilishi Xitoy ustidan ariznoma sunish uchun nima sababdan Argentina sotini tanladi? Chunki Argentina jazo mahkamasi nihoyatda keng doiralik salohiyatga ega bo'lib, Argentina asos qonunining 118-moddasi bo'yicha Argentina jazo mahkamasi mayli kim yoki qaysi davlatda bo'lishidan qat'iy nazar irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat o'tkazgan o'rin va shaxslar ustidan mustaqil tekshirish ilib berish va ularning jinoiy javobgarligini surishtirish huquqiga ega. Buningga asosan Argentina jazo mahkamasi insoniyatga qarshi jinoyat ishlagan ispaniyalik diktator Francisco Franco va Rohingya musulmonlarga qarshi irqiy qirg'inchilik ilib borgan Berma hokimiyati ustidan tekshirish boshlatgan edi. Dünya Uyg'ur Qurultayı Argentina sotining bu afzalligini ko'z tutib, o'tgan yili Uyg'ur kishilik huquq qurilishi bilan birlikda Argentina sotiga Xitoy hokimiyati va amaldorlari ustidan ariz sunish qarori olgan va Londondagi dangliq advokat Michael Polak әпәндimni ariznoma tayyorlashga mas'ul qilgan. Yana Argentinadanmi maxsus advokat taklif qilgan edi. Buenos Airesdagi 12 kishidan tarkib topgan Argentina federal sotchilar hay'ati dastlabki qadamda ariznomani qabul qilish qilmaslik haqida muzokara ilib bordi. Ariznoma qabul qilingandan keyin federal sotchilar ariznomadagi shikoyatlarga asosan Xitoy hokimiyati va Xitoy rahbarlarining jinoiy qilmishlari haqida maxsus qonuniy tekshirish ilib berib hukm chiqardi. Kuzatuvchilarning qarashicha, Argentina sotining mazkur ariznomani qabul qilish ehtimolligi nihoyat yuqori bo'lib, Xitoyning Sharq Turkistonda ilib berayotgan irqiy qirg'inchiligi va insoniyatga qarshi jinoyatlari haqida tog'dek dalillar mavjud. Uning ustiga Uyg'ur irqiy qirg'inchiligining Amerika hukumatı, Yevropa parlamenti va boshqa 8 davlatning parlamentlari tarafidan rasmiy yo'sinda qabul qilinishi Argentina sotini jasoratlantiradigan muhim omillardan iborat. Bugun Buenos Airesdan stansimizning maxsus ziyoratini qabul qilgan Dolqun Ayso bilan Ömer Qanat әпәнdilar o'zlarining bu qitimqi Argentina safari haqida ma'lumot berib mundoq dedi. Assalomu alaykum. Mana bugun biz advokat Michael Polak va Ömer Qanat bilan birlashgan heyet Argentinaga chiqib kelgan 2 kun buyon har xil jiddiy tayyorliklarni advokatlar bilan bo'lgan jiddiy tayyorliklarni tamomlagandan keyin bugun rasmiy shaklda Argentina sud mahkamasiga Xitoy hukumati ustidan bergan arzimizni topshirdik. Xitoy hukumati Sharq Turkistonda insoniyat qarshi va irqiy yurgizayotdi. Buni Xitoy hukumatining bu jinoyati xalqaro sudlar bo'yicha va ba'zi davlatlarning qonunlari yo'l qo'ygan doira bo'yicha sotmish kerak. Shu munosabat bilan biz bir qancha oydan buyon Dunyo Qurultayı Uyg'ur kishilik huquq projekti birlikda advokat Michael Polak bilan birlikda Argentina mahkama asosiy qonunda berilgan bu haq huquqlar doirasida bu ishlarni deb bo'lgan. Bu ish tamomlanib biz bu yerga keldik. Mana bugun rasmiy shaklda bu arzimizni bu yerga topshirdik. Buni xalqimizga, millatimizga xayrlik bo'lishini, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligiga sabab bo'layotgan Xitoy amaldorlarining va Xitoy hukumatining Argentina adaleti bo'yicha sotlanishini arzu qilamiz. Millatimiz xayrlik bo'lsin. Birleşken Devletler Teşkilatı'nın alayda tekşürgüç əməldari Tomoya Obokota tərəfindən elan qılınğan məcburi əmgəkə dair mühim dokladda Xitoy hökumətinin Uyğurlarını məcburi əmgəkə selivatqanlığı xülaslab çıxıldı. 16 avqust günü elan qılınğan hazırki qulluqның şəkilləri namlıq dokladda tövəndikidək ibarələr orun alğan. Alayda tekşürgüçü Şinjan Uyghur Abnum rayonunda Uyghur, Qazaq və başqa az sallıq millətlərini məcburi əmgək silish yüz beriyotidi deb yakun chiqarishni muvofiq deb qaraydi. Alayda tekshiruvchining qarashicha, taraflarning qilayotgan əmgəkining məcburi xarakterini ko'rsatib beradigan məcburi əmgək ko'rsatkichlari nurg'un ahvollarda mavjud. Ba'zi ahvollar hatto ularni qul qilishdek insoniyatga qarshi jinoyatni tashkil qilishi mumkin. Mazkur portlatqich doklad aslida BDT kishilik huquq kengashining bu yil sentabrda ichiladigan 51-navbatlik yig'in uchun tayyorlangan doklad
bo'lib, uningdagi bu keskin iboralar kuchli diqqat qo'zg'adi. BDT alayda tekshiruvchi amaldorining bu doklati BDT kishilik huquq oliy komissari Michel Bachelet BDTning Uyg'urlar haqidagi tekshirish dokladini e'lon qilishni hozirga qadar kechiktirib, Uyg'ur tashkilotlari va xalqaro kishilik huquq organlarining qattiq noroziligini qo'zg'agan bir vaqtda e'lon qilingan. Michel Bachelet dokladni bu yil 8-oyning 31-kuni vazifasidan ayrilishdan burun e'lon qilishga va'da qilgan. Biroq uning vazifasidan ayrilishiga 2 hafta qolgan bo'lsa-mu, biroq doklad hech e'lon qilinmagan edi. Dokladda Sharq Turkistonda davlat tarafidan belgilangan farqli 2 xil sistemaning mavjud ekanligi, uning birining kasbiy mahorat tarbiyasi va markaziy tarbiyalash sistemasi, yana birining emgak kuchlari yetkash orqali nomrodlikdan qutqizish sistemasi ekanligi ta'kidlangan. Bu BDT tekshiruvchi amaldorining tunji qitim Sharq Turkistonda majburiy emgakning mavjudligini e'tirof qilishi va uni insoniyatga qarshi jinoyatga bog'lash bo'lib hisoblanadi. Amerika Kommunizm Qurbonlari Xotir fondining tadqiqotchisi, tonilgan Uyg'ur masalalari tadqiqotchisi Dr. Adrian Chens bu haqda matbuotlarga qilgan so'zida bu dokladni bo'sish xarakterlik deb baholadi. U mundaq dedi: BDT alayda dokladchisi tarafidan tayyorlangan bu dokladda intayin keskin iboralar qo'llanilgan. Uningda ba'zi ahvollarda Uyg'urlarning insoniyatga qarshi jinoyat hisoblangan qul emgakiga silinganligi qayd qilingan. Bu intayin keskin ifoda. U shundaqli xalqaro emgak tashkilotining mutaxassislar komissiyasiga o'xshash yana bir yuqori darajalik organning rasmiy yakuni. Bu hozirgacha Uyg'ur majburiy emgaki haqida rasmiy yakun chiqargan eng oliy organ bo'lib, bo'sish xarakterlik natija hisoblanadi. Adrian Chens apandining bildirishicha, bu dokladning yana bir muhim alayidligi bo'lsa, BDTning majburiy emgak masalasi bo'yicha doklad tayyorlaydigan alayda tekshiruvchilari favqulodda huquq berilgan kishilar bo'lib, ularning dokladni e'lon qilishiga hech kim to'xtalg'ulik qila olmaydi ekan. Adrian Chens mundaq deydi: bu to'lim ahamiyatli, chunki majburiy emgak masalasidagi alayda tekshiruvchilar favqulodda huquq berilgan kishilardir. Bundaq dokladlar odatda nihoyat jimjit tayyorlanadi. U Michel Bachelet ishxonasi tayyorlaydigan dokladga o'xshamaydi. Ular Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq oliy komissarligidan mustaqil. Shunga bu Uyg'ur majburiy emgakining mustaqil holda dalillanishi, yana kelib maxsus majburiy emgak masalasi tadqiq qiladigan alayda tekshiruvchi tarafidan dalillanish bo'lib hisoblanadi. Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqun Aysa apandi bu vaqtda matbuotlar qilgan so'zida BDTning alayda dokladchisining Uyg'ur majburiy emgaki haqidagi xulosasini qarshi olish bilan birga bu yakunning intayin muhim paytda e'lon qilinganligini va buning Michel Bachelet ustidagi besimni qattiq kuchaytirib dokladni e'lon qilishga majburlaydiganligini bildirdi. Diqqat qo'zg'aydigani, BDT alayda tekshiruvchisi Xitoy hukumatining Uyg'urlarni majburiy emgakka, hatto insoniyatga qarshi jinoyat tashkil qiladigan qulluq silayotganligi yakunlangan. Bu doklad e'lon qilinishidan 4 kun burun, ya'ni 12-avgust kuni Xitoy hukumati xalqaro emgak tashkilotining asosiy xitobnomasidagi majburiy emgakka qarshi turishga munosabatlik 2 moddasiga qo'l qo'yib ma'qullagan ekan. Xitoy tasdiqlab qo'l qo'ygan moddaning biri bo'lgan 105-modda dal davlat qo'llashidagi majburiy emgakka qarshi turish uchun loyihalangan ekan. Xitoy doiralarining navbatda BDTning bu alayda dokladiga qanday inkas qaytardiganligi diqqat qo'zg'amoqda. Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqun Aysa, Qurultay ijroiya komitetining raisi va Uyg'ur kishilik huquq qurilishining direktori Ömer Qanat, Qurultayning Angliyadagi advokati Michael Polaklardan tarkib topgan arzdorlar hay'atining 15-avgust boshlatgan Argentina ziyorati bugun, ya'ni 19-avgust muvaffaqiyatli oyoqlashdi. 17-avgust kuni Dunyo Uyg'ur qurultiyi bilan Uyg'ur kishilik huquq qurilishi nomida Sharq Turkiston xalqiga qarta irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat yurgizayotgan Xitoy hokimiyati va bu xil qirg'inchilikqa bevosita qo'mondonlik qilayotgan Shi Jinping boshchiligidagi Xitoy amaldorlari ustidan Argentina jinoiy ishlar sotiga arznoma sungan Dolqun Aysa, Ömer Qanat va Michael Polak apandilarini shu kuni Amerikaning Argentinada turishliq bosh elchisi Mark Stanley apandi Buenos Airesdagi hashamatli sarayga taklif qilib, ular bilan bu qitim Argentina sotiga sunilgan arz va Uyg'urlarning haq-huquq davosining xalqaroliq taraqqiyoti, shundaqla Amerikaning bu ishda o'ynaydigan roli qatorliqlar ustida suhbatlashdi. Dolqun Aysa apandim bu ko'rish haqida Twitter'dan uchur berib mundaq dedi: Amerikaning Argentinada turishliq bosh elchisi Mark Stanley bizni Buenos Airesdagi uyida qizg'in kutib oldi. Biz qanday xalqaro hamkorlik va amaliy harakat orqali Uyg'urlar uchun Xitoydan hisob ola olamiz degan masalada muzokiralashdik. Dunyoda bizni qo'llaydigan do'stlarimiz bilan ko'rishish bizni bekmi umidlantirdi. Ömer Qanat bu ko'rish haqidagi ta'sirotini Twitter'da bildirib, Amerikaning Argentinada turishliq bosh elchisiga rahmat etdi va Argentinadagi sot orqali Xitoydan hisob so'rash tirishchanligimiz davom qilayotgan bu kunlarda xalqaro jamiyatning haq adolat uchun qanday tirishchanlik ko'rsatayotganligini bildirish fursatimiz bo'ldi degan.
8 ayının 18 günü Amerika'nın Argentina'da turuşluq baş elçisi Mark Stanley'mi öz hesabıda İngilizce ve İspanca Twitter yollap mundaq dedi. Biz Dünya Uyghur Qurultayı rehberleri bilen görüşüp, ularning Şinjandagi Uyg'urlar ve başka az sonliq millatlarga ilib berilayotgan irqiy qirg'inchilik ve insaniyatga qarshi jinoyatni to'xtatishga chaqiriq qilish ahvolidan texmi ko'p xabardor bo'ldik. Amerika hökuməti Uyğurlarning kişilik hüquq və insanlıq şərəfini qoğdaş görüşüge davamlıq yardım berdi. Dolqun Eysa, Ömer Qanat və Michael Polak əpəndilərinin Argentina ziyarəti jarayonidagi bexatarligiga Amerika və Germaniyaning Argentinada turuşluq baş elçixanası məsul bolğan idi. Ularning Xitoy ustidan Argentina sotiga ariz sunganligi Germaniya davlatlik radiosida alayda xabar qilib berildi. 17 avgust günü Dolqun Eysa, Ömer Qanat ve Michael Polak əpəndiler yana Argentinadagi Yahudilarning lideri Rabbi Diego April bilen görüşdü. Rabbi Diego April əpəndim görüşdü qılğan sözüde irqiy qirg'inchilikqa qarshi turish kurashida Uyg'urlar bilan bir sap tuturdiganligini bildirdi. Dolqun Eysa əpəndim Rabbi Diego April əpəndim bilan elib bargan görüş jarayonida qılğan sözüde irqiy qirg'inchilikqa duchor bo'layotgan Uyg'urlarning navbatdagi vaziyatining 2. Dünya urushi mezgilidagi Yahudilar duchor bo'lgan ichinishli tragediya bilan o'xshib ketadiganligini. 2. Dünya urushi oxirlashgan 77 yil burun endi asla takrorlanmaydi deyilgan natsist lagerlarining va irqiy qirg'inchilikning Sharq Turkistonda qayta takrorlanishining insoniyat dunyosi uchun og'ir bir ar-nomus ekanligini, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'sib qilishning xalqaro jamoatchiligining insoniy burchi ekanligini ta'kidlab o'tdi. 18 avgust günü Dolqun Eysa ve Ömer Qanat əpəndiler Argentinadagi 1 milyondan artıq musulmonga vakillik qilayotgan Argentina Cumhuriyetlik İslam Merkezini ziyorat qilib, Argentinaning musulmon liderlariga mustabid Xitoy hokimiyatining Sharq Turkistonda Uyg'urlarni asos qilgan yerli xalqlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi va insoniyatga qarshi jinoyatlari haqida tafsiliy ma'lumot berdi. Argentina Cumhuriyetlik İslam Merkezining rahbarlari ko'rishda qilgan so'zlarida o'zlarining har zaman irqiy qirg'inchilikqa duchor bo'layotgan Sharq Turkistonlik musulmon qarindoshlar bilan bir sap tuturdiganligini va Dünya Uyghur Qurultayı bilan Uyg'ur kishilik huquq qurilishi nomida Argentina jazo mahkamasiga sunilgan ariznamaning muvaffaqiyati uchun tirishchilik ko'rsatganligini bildirishdi. Dünya Uyghur Qurultayı bilan Uyg'ur kishilik huquq qurilishi nomida Argentina jazo mahkamasiga sunilganlik haqidagi xabarning Argentinaning eng asosli matbuotlarining biri hisoblangan La Nación, ya'ni davlat gazetida nihoyat tafsiliy xabar qilinishi Argentinaning har qaysi sohalarining zo'r qiziqishini qo'zg'adi. Newsweek jurnali ve Qrim xabar agentligi tarafidan e'lon qilingan xabardimi Argentina sotiga sunilgan ariznoma haqidagi mazmunlar tafsiliy o'rin oldi. Venger Turan vahbining uyushtirishi va Vengriya hukumatining qo'llashi bilan 12 avgustdan 14 avgustgacha Vengriyaning Bugak yezida o'tkazilgan va 200 mingdan ortiq tomoshabin qatnashgan Turan qurultayining ochilish marosimida Hunlarning qadimiy askari Saud dubulg'alarini kiyishgan otliq qo'shin Sharq Turkistonning oy yulduzliq ko'k bayrog'ini ko'tarib paraddan o'tganda bo'lsa, tomoshabinlar qizg'in olqish yangratdi. Qurultay maydonidagi xodig'imi Sharq Turkistonning bayrog'i esildi. Bu manzara mazkur qurultayga taklif bilan qatnashgan Uyg'urlarning ko'zlarini yashartdi. Dunyoning har qaysi joylaridagi Turan millatlarga mansub Mongol, Avar, O'zbek, Qozoq, Azeri, Turkman, No'g'ay, Bulg'ar, Gagavuz, Macar, Sak qatorliq 35 millatning vakili qatnashgan bu navbatlik qurultayga Dunyo Uyg'ur qurultayining sobiq muavin raisi Ümit Agayi boshchiligidagi 18 kishilik Uyg'ur heyetimi alayda taklif bilan qatnashdi va ular maxsus Uyg'ur chedir qurib, dunyoning har qaysi ellaridan kelgan tomoshabinlarga Xitoyning Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni anglitishga tirishdi. Uyg'urlarning Turan qurultayiga tunji qatim qatnashishi 2004-yili bo'lib, shu yili 6-oyda Dunyo Uyg'ur qurultayining navbatdagi muavin raisi Farhod Yo'rinqash va qurultayining sobiq muavin raisi Ümit Agayi apandilar markazi Vengriyadagi Dunyo Hunlar qurultayi bilan markazi Romaniyadagi Dunyo Saklar Milliy Kengashining taklifiga asosan Atillaning Romaniyadagi Saklar rayoniga joylashgan qadimiy makondagi yayloqda o'tkazilgan va 1,5 milliondan ortiq kishi qatnashgan Turan qurultayi qatnashgan edi. Bu jarayonda Farhod Yo'rinqash apandim bilan Ümit Agayi apandilar Romaniyadagi Dunyo Saklar Milliy Kengashi bilan Uyg'ur Sak do'stlik kelishimi imzoladi. 2017-yili ular yana Vengriyada Uyg'urlarni qo'llayotgan yerlik ommaviy guruhlar bilan birlikda Budapeshtda Uyg'ur Hun do'stlik guruhini qurib chiqdi. Shundan buyon Uyg'urlar bilan Vengrlar o'rtasidagi qarindoshlik munosabatlari uzluksiz kuchayib keldi va har qatim Vengriyada o'tkaziladigan Turan qurultayiga Uyg'ur vakillari izchil turda qatnashib kelmoqda. Dunyo Uyg'ur qurultayining raisi Dolqun Eysa apandimi Turan qurultayiga qatnashganlar orasida edi.
Dünya Uyghur Qurultayı Qanun Komitetining müdiri, Kanadadagi Uyghur haqlarini qo'g'dash tashkilotining direktori Mehmet To'xta apandim bugun stansimizning maxsus ziyoratini qabul qilib, Dünya Uyghur Qurultayı bilan Uyghur kishilik huquq qurilishi nomida 17 avgust Sharq Turkiston xalqiga qarta irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat yurgizayotgan Xitoy hokimiyati va bu xil qirg'inchilikqa bevosita qo'mondonlik qilayotgan Xi Jinping boshchiligidagi Xitoy amaldorlari ustidan Argentina jinoiy ishlar sotiga sunilgan arizning tarixiy ahamiyati haqida to'xtalib tövendikilarni bayon qildi. Dünya Uyghur Qurultayı reisi ve icraî komiteti reisi hürmetli Dolqun İsa Efendi bilen Ömer Kanat Efendi Argentina Federal Sotuga Dünya Uyghur Qurultayı'nın kanuni məsləhətçiləri bilen birlə Uyghur qırğınçılığı münasibətlik halda insaniyet karşı cinayet ve irqi qırğınçılıq cinayet ötküzgen Xitay əməldarlara karşı bir Uyghur xalqı vakalatan davanı sunğan buldu. Hem de bu dava fevkalade mühim. Mındaş etqanda devri bölgüç bir dava dep hesablasak buldu. Bunun sebebi hazırgacha şu irqi qırğınçılık cinayet javobgarlari ve insaniyet karşı işlengen cinayet javobgarlari ve vahşi cinayet qilmish işlegenlerini jazalaşda bolap mı bu cinayetni işlegenler devlet ve devlet amaldorlari bolsa, bularning diplomatik to'qinilmazligi va yoki boshqa sabablar bilan bular jinoiy qilmishlarning jazosini tortishdan o'zini saqlab kelgan. Bo'libmi ba'zi davlatlar xalqaro adolat divoni, xalqaro jinoiy ishlar sudi qatorliqlarga ba'zi davlatlar a'zo bo'lmagani uchun bu xalqaro organlarning bularning jinoyatini surish qilish tarafidami shu surish qilishning sirtida qolib qolgan. Endi mundaq ahvol ostida dunyodagi bir qancha davlat İngilizce universal jurisdiction deb ataladigan, ya'ni universal sotlash imtiyoziga ega, ya'ni o'zlarining asos qonuni bo'yicha şu özlerinin oliy mahkamalarga, sotlariga shu vahshiy jinoyat o'tkazgan mayli davlat boshliqlari bo'lsin, mayli qanday kishi bo'lsin, o cinayet Argentina'da yüz bergen ve dünyanın her qanday yerde yüz bergen bo'lishi qat'iy nazar bu insanlarni Argentina'nın sotu bo'yicha jazolaydigan şu universal sotlash huquqi şu Argentina sot mahkamasiga asos qonun tarafidan berilgan bo'lg'achqa Dünya Uyghur Qurultayı dal mush imkoniyatdan foydalanib Argentina sotiga shu Uyghur milliy qirg'inchiligiga javobgar bo'lgan Xitoylarni jazoga tortish uchun bu sotga beryapti. Ba'zi qarindoshlarimiz deyishi mumkin, buning ahamiyati nima? Bu bir sot. Onun ustiga xalqaro shu universal darajadagi vahshiy qilmishlarni sotlashni o'ziga haq va imtiyoz deb qaragan bir sot bo'lg'achqa bu sotning jarayonining tamomlanishi nurg'un o'lcham va nurg'un shu dalil isbotlarni sunish, sotni qoyil qilish mush orqali bo'ldi. Eng muhim masala Argentina sotining Uyg'urlar masalasi bilan hech qanday bir foyda ziyon to'qinish bo'lmagani uchun Argentina sotining chiqargan hukmnomasimi shu xalqaroda favqulodda bizning haqqoniy da'vorimizni ve nurg'un davlatlarni biz tarafga akilishdimi nurg'un foydasi bo'ldi. Hamda eng muhim tarafi agar bu sot Xitoyning hozirgi amaldorlarini shu vahshiy Uyg'urlar qarta va boshqa Turkiya, Qozoq, Qirg'iz deganlar xalqlar qarta shu vahshiy jinoyatni ishlashga mushlar mas'ul deb hukm qilsa, bu Xitoy amaldorlari mayli hozirgi imtiyozli shu davlat raisi masalan Xi Jinpingdek vazifasi bo'lsin yoki kim pensiyaga chiqqan bo'lsin, shu Argentinaga kelsa u tutiladi, u tutqun qilinadi, diplomatik o'zini qo'g'dash nimasidan qat'iy nazar bu tutqun qilinadi va Argentina bilan jinoyatchilarni almashtirish to'xtamnomasi va boshqa davlatlar tarafidanmi Argentinaga o'tkazib beriladi. Shuningga o'xshash buning favqulodda yani qonuniy javobgarligi bor. Shunlashqa bu sotning bu da'voning Argentina sotiga sunilishi bek muhim. Anadan keyin xalqimizning yangidan dalil bo'lsa, bu dalillarni ta'minlab turishi bek muhim. Allah buyursa bu davadan yaxshi natija chiqadi va Xitoyning hozir hech kimning kuch yetmaydi ko'rishgan amaldorlariga xuddi burunqi
Şu Pinochet degandek, Milosevic degandek vahşi jinoyat qilmishni ishlagan davlat amaldorlari jazolangandek bularning jazolaniga vaqti patiqindi keldi. Aziz ko'ruvchilar, yuqorida diqqatingizga haftalik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Keyin qitimliq sonimizgacha ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh.